Assalamu alaikum to'g'onlar. Bugun No'g'atdagi mol bozoriga kelib qoldik to'g'onlar. Son uy bog'larda sizlar bilan cho'g' ko'ramiz. Bugun 29-yanvar bo'lib qoldi 2023-yilning. Sizlardan bir like bo'lsin. Bizdan harakat bo'lsin to'g'onlar. Mana yerda o'ta son uylar turadi. Qancha oldi bu aka? 70.500 so'm bo'ldi to'g'onlar. Tak. Mana uyni ko'rtasizlar. Qancha kam bo'lsa aka? 95 ming. Torpa urg'ochi va. Urg'ochi qancha suti bor ham aka? 10 litr suti bor ekan to'g'onlar, ko'rib qo'yingizlar. Mana sut to'rog'idan. Suradi bozor. Har qanday? Yaxshi. Oho, mana yerda dag'i uy turadi to'g'onlar. Ko'ribsizlar. Qancha kam bo'lsa aka shu uydin? 95 ming so'm. Torpa urg'och ekan a? Erkak. 95 ming so'm ekan. Aka sutni qancha berayotgan endi? 6 litr sut berdim. 6-7 litr a? 6-7 litr. Yaxshi. Hozirda da uy turadi to'g'onlar. Jonboshlarim qara, bir jo'g'ini joy. Qaysi kanal? Do'stov kanal bu. Qancha kam bo'lsa aka? 110 ming so'm. Qancha suti bor ham shunda aka? Qanchanchi bo'ladi shu aka? 3 ya 4 ekan to'g'onlar. 110 ming so'm ekan. Ko'rtasizlar? Bitta kuchli ekan biroq. Bitta kuchli ekan, maşallah. Ko'z bersin. Buni oldi, kishni tog'ib oladi-da. Bunlar to'g'onlar. Tamam, men jilaverayim da to'g'onlar. Tamam, şu uydu qancha deyapti? Qancha oldi aka? 35. 35 Ya 70 ming. 70 ming ha? 70 ming. Torpaq erkak be? Urg'och. Urg'och torpaq to'g'onlar. 70 ming so'm bo'libdi. Kuchli ekan ha birovi. Kuchli ekan. Qancha deyapsiz aka shuni? 110 ming. Torpaq urg'ochi va? Urg'och torpaq to'g'onlar. Erkak to'g'onlar 80 ga berolmaydi to'g'onlar. Yaxshi. Hozirda kuchli ekan. Qancha turasiz aka? Qancha deyapti shu uyda? Qancha deyapti aka? Qancha deyapsiz aka shuni? Qancha deydi? Bo'lgancha u. 3 ming berdingizlar üstüne. 30 ming. Ökoyun olmaştırıp tur to'g'onlar. Ekoydu. Narxıyga to'g'onlar. 30 ming so'm berib tur bundan üstüne. Almaştırıp tur. 90 ming oldilar. Qaron 90 oldu da. O 90 qolib, bu almashtirib 30 ming berdi da. Shuni 30 ming berib almashtirib to'g'onlar. Torpaq erkak o'sha da? Urg'och. Urg'och va. Urg'och. Sut bor ekan. Suti yaxshi ekanda prosta to'g'onlar. Ko'rib qo'yingizlar. 33 ming berdi? 33 ming berdi. 33 ming berdi va? Mana u ustiga bu video 33 ming berdi ona Aysha otam. 90 ga kirgan otam 33 ming berdi. Mana pulni yaxshi ko'ring. 32 ga buni. Nasib bo'laman. Zabdoy ma'zur otam. Kuchli ekan to'g'onlar. Tepa ekan. Dungan ekan-ta. Dungan ekan. Dungan ekan. Mana 95 ga tushdi buni. Ana egasi mana shu. 95 ga kirganda 30. Tak. Uydu qancha deyapsiz aka? 90? 110 ming so'm. Urg'ochi bolasi? Erkak. Erkak. Ana. Qancha sut beradi ham? 3-chi bolasi. Suti qancha ekan? Suti 7-8 litr. 7-8 litr to'g'onlar. Qanchaga sotib oldingiz? So'radi bozor. Buni ham. Har qanday. Yaxshi aka, savdongiz bersin. Tak, mana yerda da to'g'onlar uyni ko'rtasizlar.
Mına uy kimden eken? Sizden mi? Kançada otasiz? 115'te otağı. 115 mi? Torpak erkek mi? Erkek torpak. 115 mi son to'g'onlar? Bunun sütü ancha emas ekan, biroq 7-8 berib qoladi o'xshaydi, men o'yimcha. Tak. Qancha oldu aka shu? 70. 74 mi? 74 var. Bo'z ekan ha? Bo'z to'g'onlar. Kaçaya geldi? 74 oldu. Ya bu yerda ne oldu? Tak, ne oydu? Bu qancha ekan bu boz? 125 mi? Torpak urg'achi. Erkek. Boshqacha boradi ekan, ha? Qarangizlar to'g'onlari. Do'stu. Buni qarangizlar, to'g'onlar. Вообще solmi ekan. Bu qancha ekan aka? 110 ming so'm ekan. Urg'och ekan bolasi? Erkek. 110 ming so'm. 110 ming so'm. To'g'onlar, sizlardan biri like bo'lsin. Anan bizning kanalga qattiq bo'lganlar, siz qattiq qo'yingizlar. Mana bu yerda da erkek mi torpak? Urg'och. Qanchada otasiz? 95 ming. 95 mi kim var? Qancha sütü var endi? 5-6 litr bor deyapman. Qanchaga suradi? Qanchaga suradi shu uyda? 90 ming so'mga suradi. Bu jo'q ishkana biroq. Birinchi olasi o'xshaydi, ha? Ikkinchisi. Mana to'g'onlar. Qancha oldi aka shu? 105 oldu. 105 ming bo'ldi aka to'g'onlar. Kanalan Newton derdi. Oh, bilan, mo'ch. Qancha ekan aka bu olsa? 70 ming deyapti. Jetim, bu torpog'i bu. Torpog'i bu. Urg'och ekan-a? Urg'och. Enes qaysi? Aynan so'na. Mana enes to'g'onlar. Juda yaxshi. Mana Rossiya ekan-a? Rossiya ekan-a? Qancha ekan bu olsa? 150. Torpog'i yo'q ekan-a? Yo'q, o'zi 150 ming so'm. Sodirat o'xshaydi aka. Son. Sütü var ekan. Litrga yaqinlatib beradi hozir. 15 litr beradi. 30 ga chayin beradi. Oho, mana to'g'onlar. 3 oylik qo'ldasi deydi. Ha. Ko'rtasi to'g'ri? Na, ve jılayverayın to'g'onlar da. Ha, nomerni ayting aka. 79 men. 79 men. 96 96 05 79. 05 79 to'g'onlar. Söylöşü bağlaşıp görüyorsunuzlar to'g'onlar. 3 oy bo'ldi. Asimliyni jasatgan. Qochqoniga 3 oy bo'ldi o'shanda. Ha, söylöşüp görüyorsunuzlar to'g'onlar. Bağlaşıp. Tak. Ha. Ben mana jaqdan da bir so'rayman to'g'onlar, qo'ldan kelishincha. Verem üstü gelmiş. Qaysi aka? Verem üstü. Verem üstü 126 oldu. Verem üstü. Düğündeydi kendinden hem çıktı. Verem. Ver bana kanat vermedi. Ait bana gelme. 126 oldu. Üstü gelmiş çıktı. Verem etti. Verem. 26 üstü, 25 üstü berem dedi. Verem üstüye çıktı. Verem. Torpog'i, mana ekan-a? Mana uy bilan to'g'onlar. Mana torpog' ekan. Torpog'i urg'och ekan to'g'onlar. 126 ming bo'ldi. 125 ming. 126. Ha, 126 ming. Ben 126. Boz ekan nenesi. Bering aka. Ver. Ha, isho bo'z ekan-a? Isho bo'z ekan u ya. Verem bunu. Şekili bitti ya. Kayakı şekil verdin lan. Vay. Verem bunu. Oho, murovey ekanmi o'zi, ha? Murovek ishtirladi. Kamaz deb aytgan. Ha, Kamaz, ha? Murovek. Aldı. Ay. Bu o'zi o'shanda aka. O'zi bo'z to'yna qoldi. Ver. Aldı. Qanchasi torpog'im tuyapti primерно? 5-sini. Qanchada o'tasiz aka? 150. 150. Maşallah. Biroq uy sho'g'a jarash ekan-a?
Can baş deseng, can baş var eken, bar yok var eken. Güzellik ama. Güzellik. Ayt abi. Ayt. 81. Sizde katta özüne çok. Bunlar tamamlar. Tak. Ka bu boğaz baka. Kısır. Qanchada otasiz? 81 berdi. 81 ming so'm berib qo'ydi shu pulda. Qisir ekan. O'tib ketaymi? Tak, men ketaveraymi to'g'onlar. Qaysi kanal aka? Do'stov kanali bu. Ya bo'zni qanchada otasizlar? Esi yo'qmi? Esi yo'q ekan. Yana bola qancha ekan bo'lsa? 90 ming so'm ekan yana bola. Suti jo'qishgan biroq, qancha beradi? 10 litr beradi deyman. To'rtmoq erkak, ha? Erkak. Tak, bo'z baka bu? Bo'z qanchada otasiz? 100 kam bor deyapti. 100 kemi bor. So'radi u qancha keldi? 76 ming so'm. Jaqin bo'z ekan, ha? Jaqin bo'z. Tak, bundan qanchada? Qanchada otasizlar aka? Qanchada o'tasiz? 80 ming. 80. Bulda bo'z, ha? Jaqinda 80 ming so'm ekan. Bir ay oyoq buyoq deydi to'g'ri. Tak, bu yerdan bo'zlar so'rab qo'ying to'g'ri. Bo'z baka bular? Bo'z aka. Ha? Qanchadan bo'z? 80 ming. 80 ming so'mdan. Qanchadan so'radi aka? 60 dan so'radi aka. 60 dan so'radi. Jon ochma ekan, ha? Jon ochma to'g'ri. Mana joni ochmoqchi etib qo'ymayman. Qanchani tug'an ekan shu? Ikkinchisi, qanchada otasizlar? 90 ming kemi bor. Ha, bunda bo'z ekan to'g'onlar. Jaqinlab qolib tur. Qancha deydi aka? 80 ming so'm deydi. Bo'z aka? Bo'z. Ikkinchi to'rpog'ini tuvat o'xshaydi. Torpaq tug'adi. Ha, uchinchisini. Yaxshi, makonni so'rab qo'ying. Qanchada otasiz aka? 60. Bulda bo'z, ha? Bo'z. Jon ochmagan bular. So'radi aka qancha keldi? 53 ming. Çok so'rab turdi. Biz solbayta. Qaysini so'rab otasiz aka? Qanchaga? 46,5. 46,5. Paltarashka aka. Poltarashka. Bo'zmi jo qisirmi? Bo'z. Qancha bo'ldi aka shu uy? Ha, sotilavermi? Qancha olma? Puli qancha puli? Ha, 80 ming so'm bermadim deb turadi ekan. Bo'z ekan ha bular, ha? Yaxshi. Balataqa. Kim o'tib ketaymi? Tak, moda bo'z ekan. Bo'z ekan? Qanchada otasiz? 130 ming so'm ekan. Cho'ng ekan bular to'g'ri. Babam çoştu. Tak dostlar, ben sizler bilen hoşlaşam. Keyingi çıkarılışgacha aman turunguzlar. Bizim videolar yoqqan bolsa like, class, kommentariy qoldirib qo'yingizlar. Söz tutanlar. Endi men bu kadar tatam tutanlar.